15 yildan buyon saxirman. 2012-yili shu nimadan kollejda ishlab yurardim. Keyin kollejda ishlab yurib 2012-yil nimagadir davleniyam chiqdi, keyin analizlar topshirsam saxir chiqarib berdi 8 bilan. O'zim rosa tushkunlikka tushdim, rosa yig'ladim, xafa bo'ldim. Keyin o'sha kuni hech esimdan chiqmaydi, 2012-yil 23-aprel kuni shunday direktorimizga ariza yozdimda stolga tashlab chiqdim. Keyin direktorimiz aytdilar: "Opa, hech bo'lmasa bitiruvchilar chiqarib bering." Deyishdi, yo'q men. Qanaqa o'qituvchi edingiz? Men anaqa iqtisoddan dars berardim. Anaqa moliyaviy nimadan. Chiqarib bering deyishdi, yo'q men chiqara olmayman. Bo'lmaydi, men ishlay olmayman dedim. Shu bilan 2012-yil 23-apreldan ishda shunday tashlab chiqib ketganman. Bir oy kutmasdan mayda. Chiqib ketdim keyin. Shu bilan licheniyalarni oldim, olib yurdim. Baribir qandaydir bu saxir yomon ekan, qaysi bir tomoningizga ta'sir qilar ekan. Umuman sog'lig'im yaxshi bo'lmay qoldi-da. O'zimga o'zim ishonmasdim-da. Ichki tushkunlikka tushib qoldim-da. Keyin shu bilan lekin harakatdan to'xtamadim. Qandaydir keyin yana o'zimni qo'lga oldim. Keyin o'zimdan bor edi. Menda sariq bo'lgandim, endi jigarim ana uyda. Jigarim ko'p og'rib, shunaqa bo'lib, bir ishonchim yo'q bo'lib qoldi-da. Keyin bu yil iyul oyida birdaniga oyog'im og'rib qoldi. Oyog'im shunaqangi iyul oyida og'ridiki, oyog'imni bosa olmayapman-da. Bosa olmayapman. Endi o'zim aytaman, nima meni oyog'imga ta'sir qildimi ekan bu narsa, bu kasallik. Nimaga bunaqa bo'ldim deb oyog'imni bosa olmayman. Kechalari uyqu yo'q, umuman uxlay olmayman. Uyqum yo'q. Bolalarga hech narsa deya olmayman. Keyin o'zimga o'zim xafa bo'lib kechalari yig'lab ham chiqdim. Nimaga men bunaqa bo'lyapman? Chunki onam 68 yoshlarida onam saxirdan o'tganlarda. Keyin men endi hozir o'zim 65 ga mana. Aytibman, nimaga bunaqa bo'lyapman ekan? Baribir hayot shirinda, endi yashash shirin, baribir farzandlaringizni eng og'ir damlarni qilganingizdan keyin bu yog'i endi mana ularni ko'rish, endi dam olish, mana nevaralarni rohatini keladigan paytda o'zim ichki yonimga baribir yana tushdim. Keyin bir kun telefonda anaqa qilib o'tirsam, termilib telefonga o'tirsam, qandli diabet muhokamasi degan gruppaga kirib qoldim. Keyin qandli aytdim, bu meni kim qo'shdi ekan bunga dedim, Telegramga, lekin kim qo'shganini bilmayman. Keyin Telegramga kirdimda, shunday kirib ana qildim, bir kunni ko'rdim. Bu qanaqa dori ekan dedim. Chunki men kompaniyani doridan hech qaysini olib ichmaganman, ishonmaganman-da. Umuman hali diabet deydimi, shunaqalar umuman ichmaganman. Keyin shunday nima qilsam, Gulbahor tushib qoldi, namanganlik. Keyin aytdim, men dedi bugun dedi gilam yuvdim, nima bozorga bordim deb Gulbahor telefon nomerini tashlabdi lichkaga. Anasiga. Keyin lichkaga kirdim, telefon qildim. Tanimayman endi Gulbahorni. Keyin tanib nima qilib gaplashdik ikkalamiz, ancha opa bunday dedilar. Keyin nima qildi-da. Keyin Gulbahor aytdi, "Opa dedi, qo'rqmay olib iching" dedi. Bo'pti dedim. O'sha zahotga sizlarga men nima tashladim. Zakaz berdim. Zakaz beryapman. Zakazim kelmaydi, o'tyapti. Endi kutyapman. Keyin Gulbahorga yana chiqdim. Gulbahor menga dori kelmayapti dedim. Nimaga kelmayapti opa? Bilmayman dedim. Bilmayman, chiqarishmayapti menga dori. To'xtay, men Zakaryoga chiqaman dedi. Keyin sizga chiqishdi Gulbahor. Sizga chiqib keyin Gulbahor keyin aytdilarki, "Opa, siz doringiz yetib boradi" dedi. Deyishdi. Keyin aytdim, "Voy, buncha yaxshi" dedim. Keyin dorim keldi, Allohga shukr. Dorilarimni oldim, qo'limga tegdi dorilarim. O'sha kuni kechqurun ichdim. Ertalabki oyoq, ishonasizmi? Allohning shunaqangi emas. Ertalabki oyog'imda umuman og'riqlari yo'q-da. Shunaqangi endi Allohga aniq qilyapman. Ey Xudojon, bu qanaqangi bir mo'jiza endi, bu qanaqa mo'jiza? Yo men ichida yo nima anaqa ximikatlari bormikan deyman, nimalari bor ekan bu dorida deyman-da. Bolalarimga aytaman, men yaxshiman deyman-da. Ishonasizmi? Dostonbek Zakaryo ana shu dorilarni ichganimdan keyin men ilgarigi holatimga kela boshladim. Men harakat qildim shu hovlida, ertalabda uyimizda usta manaqalarda qurilish boshlagandik, ozgina
hali bitgan yo'q. Ana shular men kelinim bilan teng yurdimda. Oyoqlarim yaxshi bo'ldi, nimalarim ham yaxshi. Menda qabziyatlar bor edi, qabziyat yo'q bo'ldi. Keyin davlenam bor edi, davlenalarim yo'q bo'ldi. Har kuni davlenaga dori ichardim. Hozir davlenaga ham dori ichmayapman. Har zamonda o'lchab ko'raman. Normal chiqadi. Agar ozgina saloni bo'lgan bo'lsa, keyin o'zimga qarab uni qilib olaman. Giyohlarimni ichaman. Tashqariga ham ko'p chiqish bo'larmidi kechasi? Tashqariga ham ko'p chiqish bo'lardi. Ular yo'q bo'ldi hozir. Endi chanqash ko'p bo'lardi. Ularim yo'q bo'ldi. Ko'zim nima edi? Ko'zlarim yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lib nima qildi. Xudoga shukr, rahmat sizlarga. Bu sababchi bo'pti-da endi. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyin Sahringiz necha edi buni ichishdan oldin? Eng yuqorisi necha bo'ldi? 14 edi. 14. Undan keyin 9,5 ga tushdi. Hozirgi kunlarda qancha? Hozirgi kunlarda 7,5 shunaqa yuribman-da. O'zim manda anaqa qilaman, 7,5. Dieta qilyapsizmi? Dieta qilardim, hozirgi kunlarda dieta qila olmayapman. No diyet bor-edi. No diyet bor. Ben lekin dieta qilish kerak, dietamiz bor. Lekin yeb qo'yapman. Nonni ko'p yemaslik kerak. Ha, nonni ko'p yemaslik. Endi bizda nonni o'zbekchilikda ko'p yeyiladi o'zi hammada ham. Shunday anaqa qilib shunaqa Alloh tan jonlaringiz sog' bo'lsin, Alloh panohida saqlasin. Nima deyman? Shakarli ota-onalaring hammasini duo qiladi. Shirin shakar ota-onalar. Rahmat. Sog' bo'linglar, tan jonlaring sog' bo'lsin. Gruppani qancha kuzatdingiz? Men gruppani hech qancha kuzatmadim. Men kuzatgan bo'lsam 2 kun kuzatdim-da. 2 oy, 3 oylab kuzatadiganlar bor ekan, ko'rdingizmi? Keyin uni men ko'pchilikka ana qildim, prilagat qilyapman. Ichinglar shu doridan. Menda mana anaqa sizlarning gruppaga qo'shaman. Aytaman, ichinglar shuni desam, ko'pchilik ishonmayapti. Lekin bitta nimamiz bor edi. Men shuni dedim, iching dedim desam, ishonmadi. Keyin ishonmagandan keyin u oshqozonni operatsiya qildirmoqchi bo'libdi. Keyin men aytdim, oshqozoningizni operatsiya qildirmang, baribir bo'lmaydi, befoyda. Mana nima qilmasangiz, mana gruppaga kiring, gruppadagilar aniq qilyapti. Baribir ular ham ko'pni ko'rgan-sizlar. Aniq qilib menga ishonmadi. Keyin yaqinda 10 kunmi bo'ldi, 10 kunmi, 15 kun bo'ldi. Anaqa meni dorimdan bitta naqasimda modebiyatim bor edi menda. Keyin shundan berdim, so'rashdi mendan. Endi hozir menga puligacha berib zakaz qilgan. Mashalloh. Yaxshi ta'sir qildimi? Yaxshi ta'sir qilib, hozir menga pulini ham kecha berdi. Anaqa kelsa menga bir anaqa qiling, opa, olib bering deb anaqa qilishdi. Mashalloh. Unaqalar ko'p bo'lyapti. Bor, bir ikkitalar yana bor, balkim endi sizlarga telefonlashsam anaqa qilsa chiqarib yuborarsizlar. Albatta. Gruppada ishonmayotganlarga nima deysiz, xola? Gruppadagi ishonmaydiganlarga yo'q. Haligi men ko'p Zakariyaga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men yozganman mashinniklar to'g'risida ham. Mashinniklar to'g'risida men aytdim, shunday deb yozgan edim. Agar qo'lingdan kelmasa, ana ichish qo'lingdan kelmasa, birovga xalaqit qilmaginda, to'g'ri yo'lingda o'zingda nimangda bardavom bo'lib ketaver. Nima keragi bor? Hammani asabiga tegib, anosiga nima qilib. Xohlasang ich, xohlamasang ichma. Seni hech kim majbur qilgan yo'q. To'g'rimi? Deb shunday deb naqib yozgan edim. Ular ham endi ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Ular har xil dori kompaniyalarida olib ichishgan bo'ladi ko'pi, ta'sir qilmagan bo'ladi. Keyin menga Dostonmi yana chiqdi nimalardan. Menga choylarni prilagat qilib chiqdi. Choylarini taklif qilib chiqdi. Keyin men aytdim, yo'q, men olmayman choyni. O'zi bu yetarli bo'lyapti. O'zimga yetarli. Men chunki hozir shu nodebiyatda ichyapman, bo'ldi. Boshqa dori ichganim yo'q. Boshqa dori ichmayapsiz? Yo'q, boshqa dori ichganim yo'q. Insulindaman-da. Insulinimni o'sha kam dozasida qilib turibman, lekin yaxshi yuribman hozir. Mashalloh. Mashallah. Bu Anjoli Nodir opamiz insulindan ham chiqib ketgan. Sekin-sekin menimcha shifokor bilan maslahatlashib dozasini kamaytirib lekin doktorimga borganimda ishonmadi u doktor. Keyin shu bilan men unga ochiqcha gapirmadim, men o'zim baribir endi o'zim tushunaman-ku hamma narsaga. O'z holatingizni o'z holatimda tushunaman, o'zim uni qilaman. Keyin ularga ochiqcha gapirmadim. Ular menga sibirskiy dorilarda anaqa taklif o'zini firma dorilarini taklif qildi. Lekin men aytdim, hamma o'zini xohishi, xohlagan uni ichadi, xohlagan uni ichadi. Aniq qilib. Shu bilan har xil gaplarga ishonmanglar. Mana shu nodiyabetda, stop diabetni olib ichinglar. Alloh o'zi bizga shuni topib berdi. Men aytaman, sababchi bo'ldi. Men aytaman, oldin mana men bilgan ko'pchilik nimalar, o'rtoqlarim bordi, sahr bo'lib og'rigan, oyoqlari kesildi ulardi. Bir kun borsam o'rtog'imda oyog'ini kesgan. O'rtog'im aytayapti, "O'rtoqjon,
sen sahir ekansan, oyog'ingda ehtiyot qilgin, ana qilgin deb bechora yig'lab, operatsiya qilgandan keyin, kesgandan keyin 2-3 kundan keyin o'sha o'rtog'im dugonam o'tib ketgan. Qancha men sahirlarni ko'rganman-da. Aytamanki, mana shunga Allohga shukr qilamizki, mana shu no diabetni bizga chiqarib berganga, stop diabetni chiqarib berganiga Allohga shukr qilishimiz kerak. Chunki bu ham bizga bo'lgan qandaydir bir mukofot bo'lsa kerak, Allohning bergan mukofoti bo'lsa kerak deyman-da. O'shaning uchun aytamanki, hamma narsaga sabr qilish kerak. Allohim mana shu kompaniyadagilarga ishlab chiqarilgan mana qizlarimga, sizlarga, hammalaringga rahmat aytaman. Hech qachon kasal bo'lmanglar, Allohim. Mana shu sahir kasalliklari yo'q bo'lsin. Alloh bizda ham sog'lom odamlar qatoriga qo'shilishni Alloh nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Voy do'stlar, azizlar, hammalaringizga Allohning barakoti bo'lsin. Xonadonlarimiz tinch bo'lsin, kasallarimizga shifo bersin. Biz mana stop diabet deganda shuni ancha burun olgan edik. Opam menga shu darsani ko'rib, opamning sahirliklari bor edi. 70 dan o'tib qolgan. Zihoji opamizga tavsiya etib, shuni men olib borib o'zim ustida turib ichkizdirdim. Mana bu kishi bilan hozir suhbatlashib, ahvolni bilib, yana bitta zakasi etdimki, akamning ham shunaqa sahirlari bor edi. Opamning odatlari, oyoqlari og'rir edi, injiqliklari bor. Davlalarni hamisha 180-200 ga yetib yurar edi. Buni ichib ancha mana o'g'illar bilan ham yana gaplashdim. Opamizda o'zgarish anchalik yaxshilik bor. Og'riqlar, bo'g'in og'riqlari qolgan, nastrenalari ham yaxshi. Endi yana hozir men olib kelib ko'rsatsam, opam aytayaplarki, mengami deyaptilar yana. Men aytdim, sizni hiyla tuzaldi shekilli inshaalloh olamiz. Bu akamga ham bermoqchiman. U kishining ham sahirliklari bor. Ko'p tahoratga boraman deydi. Buni ko'rib, shuni iltimos qilib, siz ash opamga topgandan ishonchliligini istashdi. Bu narsa ko'payib ketganligi uchun haqiqiy egasidan oldik mana. Alhamdulillah. Buni juda ham bir ajoyib. Mana men bir ochib shuni ko'rsatay. Alhamdulillah, menda sahar yo'q bo'lmasin. Shu opam bilan akam shunaqa sahirga nima qo'yganlar. Mana bu yerda choylari bor ekan. Mana bu ajoyib. Bu choyni bir bo'laydan ichsa, bu 3 oylikka yetadi. Shuni tavsiya etdik. Opamizga ancha 4 oy ko'proq bo'ldi. 4 oy bo'lib qoldi ham. U kishidan keyin men yana bularga iltimos qildimki, shu akamda ham bir natija ko'ramiz inshaalloh deb mana oldim, ikkilanmasdan shuni najot ko'rayotganlar. Mana bu sedana yog'i bor ekan, o'qidik biz hozir. Zig'ir yog'i bor ekan. Oshqovoqni yo urug'ini yog'idan har xil 3-4 xil yog'larni gapirildi. Onadur, aka ukadur kasallarga targ'ib qilsa manfaatini bildingda. Bilganligimdan men akamga shuni ilinib, akajon, siz ham shundan bir tamaddilaningki, Alloh shifosi bor. Albatta Alloh taolo dardni beraman. Dardni birodi dardi dorida bo'ladi. Birodika doktorga boradi, tabibga boradi. Birod dam solishda bo'ladi. Shuni singari biz endi bu sahir degan narsani yomonligini bilamiz. Albatta birov unga yo'liqmasin. Inshaalloh hammamiz asrasin. Endi yo'liqibdimi? Endi shu sahir ekan ilashdi-da, endi shu bilan ketaman demay, inson harakatlanishi lozim. Shuni ajoyib biz yana sizlarga akamdan bo'lgan natijani ham kelajakda inshaalloh siz azizlar yetkazamiz. Akam o'zi gapirib beradi. Biz endi opamizni yoshlari katta, bunaqangi narsalar gapirishni xohlamaydilar. Shuning uchun men o'zim olib u kishiga tavsiya qilganligimdan opamning nomidan o'zgarishlar bu zo'rligidan yana bittani oldi inshaalloh. Hammalaringizga Allohdan shifo so'ragan holatda tinchligini so'rab qolamiz, sog'ligini so'rab qolamiz. Bizga ham Alloh hammamizga ikki dunyomizni bersin azizlar.